Bugun komplekslar haqida gapiramiz. Qizlar, qalaysizlar? Bizda davno qizlar bo'lmaganda komplekslarga qanday ahamiyat bermayman. Shuni ham sizlarga sekretikini aytib beraman. Sizlar bu komplekslar kichkinalikdan boshlanadi deb o'ylayman. Chunki meni kichkinaligimdan bu astmam har doim menga shu narsani aytganlar. Meni astma bilan hech kim yaxshi ko'rmaydi. Men chiroyli emasman. Men hech nimaga hayotga erishmayman. Bu narsa meni har doim преследовать qilib kelgan. Например, dugonalarim bilan urushsa, kimdir bilan urushib qolsam, или расстаться qilsam, faqat o'ylardim, keraklicha chiroyli emasman, aqlli emasman, или figuram не то, или nimadir, значит, meni o'zimda ayb bor deb va komplekslarim внешний, внутренний bu menga навязывать qilgan narsa. Endi bu narsani qanday yengdim? Sizga ham qiziq, потому что bunaqa qizlar juda ham ko'p, kompleksi bor qizlar juda ham ko'p. Komplekslarim meni недавнagacha bor edi. Agar urushlar bo'lsa, qanaqadir перепискалari chiqib qolsa, или nimadirlari, значит, men yaxshi xotin emasman, значит, meni ichimda nimadir не то, значит, men недостаточно nimadirni qilyapman. Lekin bir kun turib o'yladim, nima uchun men faqat yomon taraflarimni zamochat qilaman? Men shuncha narsani добиваться qildim. Men самостоятельно o'zimni o'zim boqib bilaman va boqibman. Nima uchun men o'zimdan o'zim noliyman? Meni qizlarga va ayollarga maslahatim faqatgina o'zingizga yoki bir-birlaringizga yaxshi tomondan qarab kompliment qiling. Ko'p dugonalar bir-birlarga agar nimadirlar не то bo'lgan bo'lsa, сразу aytadilar, o'ylaydilarki, bu ularning burchlari. Yo'q qizlar, давайте shunday qilamiz, что yaxshi, bugun sochi chiroyli bo'lgan, или makiyaji chiroyli bo'lgan, или ko'zi chiroyli dugonangizni shu narsani ayting. O'sha narsa tufayli uni samootsyenkasi ko'tariladi. Boshqa kishiga kompliment qilish ham hammani ham qo'ldan kelmaydi. Va ikkinchi maslahatim bu samostoятельно bo'linglar. То есть finansiy, moralni, materialni hamma jihatdan полностью o'zlaringizni hayotlaringizga решение принимать qilinglar. Qachonki siz kimdirdan zavisim bo'lsalaringizlar, u odamning gapi sizga ko'proq o'tadi. Men bu narsalarni yengganim uchun hozir qanaqadir negativ gaplar, figuramga, aftimga, kiyinishimga nimadir не то gapirsalar, hech qachon ularni men o'zimga близко принимать qilmayman. Shunda men bilaman, что men красоточка. И sizlarga ham shuni tilayman. Всем пока.